Dog'lar, sepkillar, yuzda xiralik, tonini bir xilmasligi. O'zbekistondagi ayollarning teng yarim aholisi aynan mana shu muammolardan aziyat chekishadi. Xo'sh, buni yechimi bormi? Albatta. Mana shu ikkita mahsulot orqali siz yuzingizdagi sepkillarni ochartirishingiz, dog'larni ochartirishingiz, yuzingizni tonini bir xil qilishingiz va oqarishingiz, aytgancha ajin va porlardan ham qutulishingiz mumkin. Eclat brendi. Vitamin C tarkibida 2% vitamin C bo'lib, yuzingizdagi sepkillarni ochartiradi, dog'larni ochartiradi, aytgancha yuzingizdagi poralar va ajinlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Aytgancha yuzingiz oppoq va tiniq ko'rinishda boshlaydi. Kichkinagina, ammo juda ham katta ishni bajaradigan ushbu vitamin C tarkibida 14% sof vitamin C ni o'z ichiga oladi. Aytgancha, agar sizning yuzingizda sepkillar va 7 yil, 10 yil, hattoki 15 yillik dog'lar bo'lsa ham, ularni ocharishga yordam beradi. Yuzingiz tiniq va shaffof ko'rinishga ega bo'ladi. Agar sizda ham mana shunday muammolar bo'lsa, albatta Sarviya Cosmetics'ga murojaat qiling. Muammolaringizning yechimi albatta o'sha yerda bo'ladi.